كباري صلت هنا أنا ما في كلام والله أشكر والله ما في Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ovozim boryaptimi? Ovozim? Ovoz bormi? Ovoz priyom. Tinchmisizlar, omonmisizlar, sog' salomatmisizlar? Hozir bomdod namozi tugadi. Hamma uyiga ketyapti. Gостиницasiga ketyapti. Kimdir qoladi, turadi. Shunaqa. Va alaykum assalom. Umarova, yaxshimisiz? Lady, inshaalloh. Men hozir Makkada o'tiribman. To'g'rimda Ka'ba. To'g'rimda o'z ko'rsaman. Ko'rinyaptimi? 25 bin adı varmış. Mana. Hozir bir 10 minut, 20 minutdan keyin keladi soldatlar. Haji, davay. Sur bir yerdan deydi. Sur deydi, sur. Hozir keladi. Haji deydi, davay sur. Mana. Niyatlaringizni qilib olingizlar. Primoy reportaj. Bunaqa primoy reportaj har doim ola olmaysizlar. Hamma o'zi bilan band mana. Güzel manzara. Ko'rsam. Ko'rinyaptimi? Kelajakda kim kelsaga har kuni 7 marta tavof qilingizlar, aylaningizlar. Umrani qilib bo'lgandan keyin bo'ldi deb o'tirib olmaysizlar. Har kuni kelasizlar, 7 marta aylanasizlar. Maqomi Ibrohim aylanaverdi. Ko'ryapsanmi maqomi Ibrohimni mana? Uni o'pmaysizlar, iltimos. Mumkin emas uni o'pish. Faqat Ka'bani o'pishlaringiz mumkin, Ka'bani. Ana shunaqa. Bu kuni qiziq voqea bo'ldi. Umradan keyin umra qilib bo'ldimi? Bu kunisiga chiqdim. Keyin aylandim. 2 marotaba aylanganimdan keyin men aytdimki shu niyat qildimda hozir nima Ka'bani borib o'pish niyat qildim. Ey Xudojon dedim, shu Alloh dedim menga yo'l ko'rsatishi borib osongina borib o'pib olay dedim desalaringiz. Shu aylanyapman, yo'l ochilib keltaveryapti-da. Aylanyapman, yo'l ochilyapti. Aylanyapman, yo'l ochilyapti. Dedim, ana dedim. Hozir boraman, kirib olaman dedim. Haqiqatan yo'l ochildi-ku, hech kim yo'q edi. Yugurib borib Ka'bani o'pib oldim, achoqlab oldim. 20 minut ushlab endi yig'ladim. Shunday ichim to'lib ketgan ekan. Yig'ladimda keyin o'sha yerda turib oldim 20 minut. Qarasam, erkaklar ayollarga yo'l bermayapti. Bechora ayollar tuqilib nima Ka'bani o'pay deydi, erkaklarni dastidan o'polmaydi. Keyin to'xtab tur dedim. O'sha yerda o'zim qaroqchiga o'xshab turib oldimda, hamma ayollarni kelinglar bu yoqqa deb joy ajratib boshiga turib o'sha yerda erkaklarni qo'ymasdan ayollarni ana shu Ka'baga o'ptirib yig'lattirib duolaringizni aytinglar deb o'sha yerda men qarovul bo'ldim 20 minut. Nechta ayollarni hojatini chiqardim. Men dedim, meni duo qilingizlar dedim. Keyin yana aylanaverdim desalaringiz aylanaverdimki, eshigini oldiga kelib qoldim o'zim bilmagan holda.
eshigini oldiga kelib qoldim, odam to'lib yotibdi. Qarab o'tiribman, qanday qilib shu eshikni oldiga borib chiqib shu o'pish, teginish niyatim. Keyin deysizlaringiz, arqamdan bitta qiz keldi. O'zbekistonlik meni topib oldi. Ismlarini aytmayman. Keyin aytdilarki, "Voy, Gulxonim, men sizni Instagramga ko'rdim. Sizni ko'rarmikanman?" deb nima rosa sizni oqtardim dedi. Shu Ka'bani eshigini oldiga biz uchrashib qoldik. Xuddi Alloh yuborgandek o'sha qizni menga dediki, "Davay, sizga dedi, sizga men yordam beraman, chiqib oling" dedi. Eshikni ushlab olishga dedi. Xo'p dedim. Arqamdan keldida menga nima, "Ha, davay" dedi. Bu yerga unaqa uyalib turish yo'q dedi, qarab o'tirish yo'q. Biz endi men 20 yoshligimdan Buyuk Britaniyaga borganman. Biz nima deydi, qator ochirab turib, qachon meni ochiratim keladi deb o'rganib olganda men. Endi men ham eshikni oldiga kelib qarab o'tiribman. Nimadir bunday vaziyat bo'lib qolsa chiqib olaman deb. Keyin arqamdan yetiladi-da, "Davay, bo'ldi, tez bo'ling" dedi-da, meni chiqartirib nima qildim. Eshikni endi tegib, nima qilib, ostonasini o'pib, keyin tushdimki, o'zi keyin ketdi-da, shu bilan meni achoqlab rosa yig'lab ketdi. Keyin desalaringiz, shu bilan u qiz ketdi, men yana aylandim, yana eshigini kelib oldiga qarab o'tirdim. Hech kim yo'q atrofimda. Endi unaqa odam ko'p, atrofimda hech kim yo'q edi. Yana chiqib oldim. O'zim chiqib oldimda, keyin rosa duo qildim. Ana shu kuni lekin qo'llarim shunday og'ridi, shunaqa og'ridi qo'llarim. Sizlarga ham nasib qilsin kelish. Ana shunaqa qiziq voqealar bo'ladi-da bu yerda. Nima deydi? O'tirasiz, mana kecha. Endi men kechasi kelaman-da, masalan, soat 12larda kelamanda, tahajjud namoziga tayyorlanish uchun 12da kelamanda, keyin 7 marta Ka'bani atrofini aylanaman. Iloji bo'lsa Ka'bani ushlab bir 10-15 minut duo o'qiyman. Endi qancha odamlar meni duo qiling deb so'ragan. Duo qilamanda, keyin o'sha aylanayotgan vaqtimda 7 marotaba kim duo so'ragan bo'lsa, endi duo qilaman qo'limdan kelgancha, niyatlarimni aytaman. Keyin undan keyin o'tiraman. Tahajjud vaqti keladi, bir 3 soat tahajjud o'qiyman. Duolar o'qiyman. Shunday Ka'bani ro'parasida o'sha hozir o'tirgan joyimda. Men qornim ochiq qolganday bo'ldi-da. Men o'zim bilan ovqat olib yurib o'rganmaganman. Ko'proq restoranga chiqib ovqat yeyman, tashqarida yeb o'rganganman. Haramga ovqat olib kelmayman. Keyin sal qornim ochiq qolganday bo'ldimi? O'tiruvdimki, kimdir arqamdan keldi, menga nima berdi? Xurmo berdi, yana nima pechoniya berdi, shunaqa narsalar berib ketdi-da menga. Arqamga qarasam yo'q, ketgan, yo'q. Ayol menga bergan. "Voy" dedim, qanday nima deydi? Hozir qornim ochiq qoldi, salgina deb o'tiruvdim. Endi hozir chiqib ketsangiz, joyingizni tashlab ketdi, shu bilan kira olmaysiz. Soat 1-3larda yopadi. Mana bu Ka'bani oldiga kirish joyi bor, haramga kirish joyini yopadi. Odam ko'payib ketmasligi uchun Ka'bani atrofida. Shuning uchun chiqib ketishga odam salgina hayiqadi. Endi ichkariga o'qisangiz ham bo'ladi namozni, lekin men shu Ka'bani atrofida o'qisam nimam tushadi joyiga-da, ishqim. Shunaqa. Hammalaringizga kelish nasib qilsin. Reelsimga ismlaringizni yozgansizlar, ota-onangiz ismlarini, bolalaringizni o'tirib, o'qib tahajjud vaqtida duo qilyapman. Endi buncha odamni birdan qila olmayman. Endi men 20 kun shu yerdan, inshaalloh. 20 kun sizlarni duo qilaman, duomda bo'lasizlar. Keyin 20 kundan keyin Madinaga boraman, inshaalloh nasib qilsa.
payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ravdalariga kiraman. Aha. Xo'p. Bu ham bir qiziq voqea bo'ldi-da, men kutmagandim. Odam bo'ladi-yu, kutmaganda birdaniga bo'lib qoladi. Lekin Londondaligimda Allohdan so'rayotgan edim, tahajjud namozimda. Tezroq chaqir uyingga, sog'inganman deb shu har tahajjud namozimda so'rab berdimki, birdaniga desalaringiz biletam bo'lib qoldi. Bu narsalar 2 soat ichida bo'lyapti. Ham bilet ham bo'lyapti, ham viza ham bo'lyapti, hamma narsa 2 soat ichida hal bo'ldi-da. Men o'zim 2 soat ichida odam bor-ku, ichiga jon kirayotganda, energiya kirayotganda, hamma narsani yig'ishtirib, xuddi narsalarni tayyor turgandek narsalarni yig'ishtirib, sразу tez keldim. Shunaqa tez keldim. Hamma narsa ochilib, shapir. Masalan, hayotimda birinchi marta men chamadonim 10 kilo chamadon bilan keldim. 10 kilo. Hayotimda birinchi marotaba. Har doim 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo bo'lardi. Lekin birinchi marta chamadonim 10 kilo bo'lib keldi. Ichida hech narsa yo'q, faqat o'zimning kiyimlarim. Sizlarga ham borish nasib qilsin, hammalaringizga. Men sizlarga Ka'bani ko'rsatay, meni har kuni ko'rasizlar. Xo'p. Mazza qilingizlar ko'rasiz. Rahmat Iroda, rahmat. Sevara sizga ham kelish nasib qilsin. Shamsiyeva sizga ham kelish nasib qilsin. Hammalaringizga kelish nasib qilsin. Ro'ziyeva sizga ham kelish nasib qilsin. Qizingiz sog' omon yursin, umri uzoq bo'lsin. Endi bu yerda bilasizlarmi, kim kelsa ruhlaringiz bor-u, tinchlanadi. Hech nimani o'ylamaysiz. Qalbingiz umuman xuddi boshqatdan yaralganday bo'lasizlar, ruhlaringiz ham bir boshqacha insonga aylanasizlar. Chunki dunyo tashvishidan qochib kelib shu yerga o'tirgandek bo'lasizlarda. Endi hamma joyda tashvish bor, lekin aynan shu Makkaga kelganda inson o'zini boshqacha his qiladi. Bu yerda masalan uyalish yo'q, kimni ustidan gapirmaydi, odamlar nima deyish yo'q. Siz haramda Allohning uyidasiz. Xohlasangiz yig'laysiz, borib xohlasangiz Ka'bani ushlab yig'laysiz, dardingizni aytasiz. Hech kim sizga hech narsa demaydi. Hech narsa. Hamma o'zi bilan o'zi, hamma dardi bilan ovora. O'zini dardi bilan ovora. Men turib firma bilan bormayman. Men har doim o'zim kelib o'rganganman. Taklif qilishadi, mehmonga kelaman. Ko'proq yo o'zim kelaman ba'zida, lekin biror marta tur firma bilan kelganim yo'q hayotimda. Chunki yo'l yo'riqni hammasini o'zim yaxshi bilaman. Shofyorim bor, o'zi kutib oladi agar o'zim kelsam, nima qilsam. Muammo yo'q. Bilasizmi nima, hozir Makka, mana Jeddaga kim tushsam, Jeddadan tez yurar poyezd bor, xuddi Afrosiyobga o'xshab. Tez yurar poyezd bilan Makkaga primoy kelishlaringiz mumkin, Madinaga borishlaringiz mumkin, Makkadan yana Madinaga poyezd bilan borishlaringiz mumkin, muammo yo'q. Hozir juda ham sharoitlar yaxshi bo'lgan, qulay bo'lgan. Endi bilasiz, til kerak. Qayergadir bormoqchi bo'lsangiz, til kerak.
tilni bilmasangiz qiynalasiz. Mana shuning uchun tilni o'rganish kerak. Tilni o'rgansalaringiz Makkaga o'zlaringiz kelishlaringiz mumkin, biletlaringizni o'zlaringiz sotib olishlaringiz mumkin. Gostinitsa hammasini o'zlaringiz qilishlaringiz mumkin. O'rtoqlaringiz bilan kelishlaringiz mumkin. Mana. Mazza qilyapsizmi? Joyimdan turishim. Yaqinroq qilay. Eng zo'r primoy reportaj bo'lyapti. Soat 6 bo'lyapti. Lafroz til bilsangiz keling. Tur firmaga qarab o'tirmang. O'rgataman, gap yo'q. Kim xohlasa kelsin hozir. Bitta nima olingizlar? Nima edi? Bilet olingizlar. Ayollar. Kim kelmoqchi bo'lsa, bilet olingizlar. Viza olish oson. Onlayn viza olasizlar. 5 minutga onlayn viza chiqarib beradi. 1 yilga viza beradi. Bir yilning ichiga 10 marta kirib chiqsangiz bo'ladi. Siz kim kelmoqchi bo'lsa, kelyapman desin. Bo'ldi, men shofyorimga aytaman, kutib oladi sizlarni. Makkaga olib keladi. Muammo yo'q. Faqat biletlaringiz bilan vizalaringizni olsalaringiz, Jaddaga uchib kelsalaringiz, sizlarni shofyorim kutib oladi. Agar o'zim bo'sh bo'lsam, o'zim chiqaman. Mana. Meni kutib kel, Umarova. Men seni kutyapman. Tezroq kel, Umarova. Qachon kelasan? Tezroq kel, bolalaringni olib kel. Meni kutib kel. Men 20 kun shu yerda bo'laman. 20 kun. 20 kun. Qani kim kelar ekan? Qani kelingizlar, qani birontalaringiz kelingizlar, bilet olib. Bu yerga kelsalaringiz, gostinitsalaringizni gaplashamiz. Dabang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shunday chaqdim. Nima? Ha, top oldilar mana. Ko'rdingizmi? Yaxshimisiz? Umra mabruk. Uch yildan beri, mashallah. Birinchi marta kelishingizmi? Yaxshimisiz? Qachon keldingiz? Erta ketasizmi? Xorazm umra jamiyati. Qayerdansiz? Xorazmdanmi? Ismingiz nima? Nargiza. Nargiza, mashallah. Alloh rozi bo'lsin, rahmat, sog' bo'ling. Umrangiz qabul bo'lsin, duolaringiz qabul bo'lsin. Menga yozing Instagramda. Yozaman, pastdan Xivaga yozaman. borsam agar ko'rishamiz. Pastdan yozib qo'yamasga. Endi bilasiz, 100 nechta odam bor yozadi. 107 mingta odam bor. Qanday qabul qilasiz bo'lsa? Siz hozir yozing. Ha. Hozir kuzatib chopdim. U kuni bitta qiz meni topib oldi, nimani Kabani aylanayotganimda, eshigini oldiga turganimda. Bo'ldi. Menga yozing. Lichkamga, xo'pmi? Xo'p, mayli. Ana mana bu jonim meni deb yozganlar-ku, ko'ryapsizlar mana Nargizaxon. Ana shu kishi, shu kishini bitta pin qilib qo'yay. Ana shu opa bilan ko'rishdim hozir. Qarangizlar, yana bitta yangilik eshitdim. Qushlarga don berishadi-yu. Masalan, kelajakda oilaringizni, qarindoshlaringizni kelsa agar ogoh bo'lishsin, chunki hozir
man eshitishimcha yangi qonun chiqaryapti. Agar kim qushlarga don berib, qushlarni jalb qilsa, u qushlar endi kaptarlar kelib hamma joyni rasvo qilyapti-da. Nima shtraf qilar ekan. Shuning uchun ogoh bo'lingizlar. Masalan, ko'chada e'tibor bergan bo'lsalaringiz, Madinada, Makkada don sotishadi. U donni olib, masalan, biz qushlarga berardik-da, endi qushlarni nima qilish uchun, qornini to'yg'azish uchun. Nima Uhud tog'lari oldida ham shahid bo'lganlarning oldilarida don sotishadi. O'sha yerda kaftarlarga don berardik. Makkada ham shunaqa edi. Hozir meni eshitishimcha yangi qonun qilishyapti. Nima ushlasa shtraf qilar ekan kelajakda. Shuning uchun harakat qilingizlar. Nima uncha don nima qilib kaftarlarni jalb qilib yana shtraflarga tushib ismlaringiz qora listga tushmasin. Manzura, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Rahmat. Men ham sizlarni duo qilyapman. Qurilish ketayotgan edi, hozir qurilishlar to'xtagan. Mana bu ikkitasi qurilayotgan edi men yanvar oyiga kelganimda. Ular hammasi tugadi qurilishlar. Shu Reels'imda sizlar ismlaringizni yozib qo'ydirgansizlar, Reels qo'ygan edim, eslaringizmi? Tahajjud namozimga duo qilaman deb Ka'bani eshigini oldidan olgandim video. O'shanda ismlarni yozgansizlar, o'sha yerni ana shu Reels'ni o'tirib o'qib men tahajjud namozida duo qilyapman. O'zgarishlar juda ham katta Makkada. Avvalgi eski uylarni buzib tashlashgan, gostinitsalar qurishyapti ziyoratchilar uchun. Chunki bilasizlar, yaxshi gostinitsalar endi ko'payishni boshladi. Endi sharoitni to'g'rilashyapti. Lekin o'zgarish pozitiv. Odam mana yanvarda kelganimda, yanvar oyida odam juda ham ko'p edi. Mana bu qavatlar to'lib ketgan edi-da. Birinchi qavat, mana shu hozir biz birinchi qavatda turibmiz. Ikkinchi qavat, uchinchi qavatda odam to'lgan edi-da. Hozir mana birinchi qavatda hamma, ikkinchi qavatda faqat mana shu nima kolyaska bilan yuradigan nogironlar olib yurishadi. Ikkinchi qavatda nogironlar uchun, kolyaskalilar uchun. Endi pastga mumkin emas kolyaskalilar bilan yurish. Endi agar kim kelmoqchi bo'lsa, ana shu oy oktyabr, noyabr oylari juda ham yaxshi bo'ladi. Odam kam bo'ladi. Yanvar, mana dekabr, yanvar oylarida butun nima, masalan, Yevropa davlatlaridan musulmonlar kelishadi. Odam ko'payib ketadi. Ham havo ham salqin, hozir ham salqin. Mana hozir men o'tiribman, havo juda ham salqin. Unaqa issiq emas. Mazza qilasizlar. Meni ham duolaringizda eslab qo'yingizlar. Namozlaringizda. Shunaqa ajoyib voqealarni aytdim sizlarga. Ana shunaqa inson nimadir niyat qilsa agar niyatiga erishadi. Endi bu yerda bilasizlar, Allohning uyida qalbimiz pok bo'lsa, nima niyat qilgan bo'lsak, niyatlarimizga erishamiz. Mana bu bino, Ka'bani orqasidagi bino qirolning uyi. Ana shu qirolning uyida mehmonlar kelishadi. Qirolning mehmonlari ana shu uyda o'tirishadi mana bu yerda. Ana bu yerda esa ishchilari, shu nimada qasrda ishlaydigan ishchilar mana bu yerda o'tirishadi.
Mana shunaqa. Tahajjud namozi bu ajoyib nima namoz hisoblanadi. Kim nima niyat qilsa niyatiga yetadigan namoz. Tahajjud namozi. Ka'bada soat 12 dan kelishadi-da. O'sha 12, 1:30, 2lardan boshlab tahajjud namozini o'qishni boshlashadi. O'zimiz o'qiymiz. Ro'za vaqtida, Ramazon ro'za vaqtida tahajjud namozini birgalikda imom bilan birgalikda o'qishadi. Tahajjudni ro'za vaqtida. Keyingi vaqtlarda, ro'zadan keyingi oylarda hamma kelib o'zi o'qiydi tahajjud namozini. Hammalaringizga kelish nasib qilsin shu yerga. Ota-onalaringiz bilan, bolalaringiz bilan, aka-ukalaringiz bilan, singillaringiz bilan, nevara, chevaralaringiz bilan kelish nasib qilsin. Hammalaringizga kelib shu Ka'bani o'pish nasib qilsin. Faqat Ka'bani o'pingizlar. Mana qolgan narsalarni o'pmaysizlar, mumkin emas. O'sha nimani maqomi Ibrohim ko'ryapsizlarmi? Maqomi Ibrohimni? Ya'ni Ibrohim payg'ambarni oyoqlarini izi turibdi. O'sha yerni oldida hozir imom qo'yib qo'yishibdi. Imom bilan soqchi turibdi. Odamlar o'pishyapti-da o'shani. Ana shu o'pmasligi uchun o'pmaysizlar, mumkin emas deyaptilar. Bidat deyaptilar, mumkin emas, o'pmaysizlar deyaptilar. Ko'plar o'pib amin qilyapti-da, endi mumkin emas. Chunki biz Ka'bani o'pishimiz mumkin. Ka'bani o'pishimiz mumkin, lekin boshqa hech narsani o'pa olmaymiz bu yerda. Bahora. Hop. O'tiribdi mana kimdir Qur'on kitob o'qiyapti. Kechasi menga o'xshab soat 12 ga kelganlar, soat fajr bomdodgacha ibodat qilib chiqqanlar endi o'tirib dam olishyapti mana. Hozir quyosh chiqsin. Quyosh chiqdi olamga deydi. Yugurib bordim, ichkariga bo'ladi. Hamma ichkariga kiradi yugurib. Hozir quyosh chiqsin. Melina xonim umra qildim, umra, alhamdulillah umra. Haj bilan umrani farqi juda katta. Haj bir yilda bir marta bo'ladi. Umrani xohlagan paytingizga kelib qilishingiz mumkin. Haj qilish bu farz. Musulmonlar uchun farz haj qilish. Yo, kursilar sherniki. Mana bu kursilar hammasi sherniki. Hech kim o'zi bilan olib kelmaydi. Avvallari odamlar o'zi bilan kursini olib kelishgan. Avvallar o'zi bilan kursini olib kelishgan. Hozir haramni o'zida millionlab kursilar bor. Olib o'tirishlaringiz mumkin, turib ketishlaringiz mumkin. Ana shunaqa. Endi ba'zilar bor. Mana sizga o'xshab namoz o'qish olmaydi, kuchlari yo'q, grejasi bormi? Mana shu o'tiradigan stulchiklar ana shunaqa yosh kattalarga, sizni menga o'xshab namozni o'qiy olmaydiganlarga. Haj faqatgina bir yilda bir marta bo'ladi. Boshqa hech joyga haj yo'q. Bir kuni kimdir aytdiki, men dedi,
nimaga Imom al-Buxoriy bog'ini ziyorat qilish uchun piyoda boraman, haj deb hisoblanar ekan dedi. Bu noto'g'ri. Haj Buxoroni ba'zilar deb o'ylaydiki, Buxoroyu Samarqandni aylansam deydi, hajdek hisoblanar ekan deydi. Bu noto'g'ri ma'lumot. Haj bittagina bir marta yon bo'lsam haj marosimiga kelib haj qilish Makkaga. Boshqa joyga borsangiz haj hisoblanmaydi. Al-Aqsagami, boshqa masjidga borasizmi, Abu Dabi masjidiga borasizmi, Imom Buxoriyga borasizmi, boshqa qayerga bormasangiz ham u haj hisoblanmaydi. Siz nega namoz o'qiy olmaysiz yoki siz noto'g'ri tushundingiz. Men dedimki, siz menga o'xshab namoz, masalan siz men namoz o'qiy olamiz. Bukilib, o'tirib, ba'zi odamlar bor, namoz o'qiy olmaydi. Orqasida grijasi bor, yo qandaydir bir operatsiya bo'lgan, o'shalar uchun mana shunaqa o'tiradigan stulchiklar tashkil qilingan. Mana shunga o'tirib namozlarni o'qishlari mumkin. Xo'p, meni batareyam o'lyapti. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Meni ham duo qilingizlar, men ham sizlarni duo qilaman. Duolaringizda meni ham eslab turingizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha yana chiqaman inshaalloh nasib bo'lsa. Endi men ko'proq nima deydi, ibodat bilan bandman. Shunga har doim jonli efir qila olmayman. Bu jonli efirni nima qilib profilimda turadi. Kim kelmoqchi bo'lsa, xush kelibdi. Menga yozingizlar kim kelmoqchi bo'lsa, men she'rdaman. Yana 20 kun she'rda bo'laman inshaalloh. Sog' bo'lingizlar. Sizlarni duolarimda eslab turaman. Meni ham duolaringizda eslab turingizlar. Yaxshi qolingizlar. Yana primoy qilaman inshaalloh nasib bo'lsa. Va'da beraman.